Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bino taftishchilar uстановка tayyor bo'ldi. Neobruznoy taxtadan. Hamma biladi bu taxtani. Umuman düğün yo'q, laklangan shisha kimoz chiqib turibdi. Zamoklarimiz Frida zamok. Original 5 yillik Frida zamokdan. Quloqlar 3 quloqdan qo'yilgan. Shtabikli variantda. Ban tarafda aynalı variantlar bor. Kaloni qarshili aynalı ist. Bu tarafdan arka tomon simli, yüz tomonda kristallar bilan bezatilgan. Rezinkalar ham qo'yilgan. Cho'tga chiqaklanishi uchun korobkalarimiz 7-15 korobkadan. Yo'riq baho baravarasida cho'tkada quvvatlatib ishlangan. Kim shundan zo'r mustahkam taxt eshiklar kerak bo'lsa, pastdan nomer qoldirib o'tamiz. Bizlar bilan bog'lanasizlar. Narxi qiziq bo'lsa, kommentariya yozib o'tamiz. Hammasini shu yerda javob berib o'tamiz. Hammaga rahmat, kuzatib boraverasizlar.